Jariy. Kelasi so'z. Davom eting. Davom etamiz. Kelasi so'z. Bu tabiat ko'rinishi. Bek jingil aytasi kelmaydi sizga hozir o'ylayman. Tabiat ko'rinishi. Bu qaysi yil foslinda bo'larga mumkin? Ul bo'lganda og'achlar silkina, yaproqlar silkina, alar isholar. Fe'lni aytasim kelmay, u shula aytganda og'achlar silkina, to'zon ko'tarila. O'ta kuchlimi? O'ta kuchli. U kuchlida bo'lar. Angladik. O'ta kuchli bo'ladimi? Kuchlida bo'lar, iya. Akrinda bo'lar. Kuchsizda bo'lar. Turli so'z. Endi xavotirishim. Men hamma turini yozib chiqaman haligi nima qolib ketmasin deb. Tabiat hodisasi. Tabiat bo'lsa hozir. Yozib olay. Yozdingizmi? Yozdim. Ko'rsatamizmi? Ko'rsatamizmi? Ketding. Ketdim. Aha, jil bo'laydi bizda. Yigitlar tartibida jil. Aha. Qotib qoldi menda. Uzilding biroz. Qotib qoldi. Ketdim. Ketib oldim. Ko'rsatamizmi? Ko'rsatib bo'ldinglarmi? Aydagiz. Yana. Ha, bo'ron. Jil. Ha, yel bu Yel. nima desam, o'ta kuchli emas bu. Siz aytdingiz, u bo'lsa og'och yaproqlari to'kiladi. Ha, yel bo'lsa u qadar kuchli emas. Yengil bo'ladi. Bizda yel deyilir, bir de külek diye de söz var. Yel için. Kulak. Men aytdim, bo'ronda o'ta kuchli bo'ladi. Furqatjon, Boran da ularda ham turkmanchada yel degani shamol. Şamal doğru. Shamol. Sizda yel Biz shamol deb aytamiz. Ishlatilmaydi. Ishlatiladi, lekin shamol ko'proq. Yel aytiladi. Yel qachonki shamoldan kichikroq bo'lsa, Yo'q. Yel deb aytiladi. Shamol kuchliroq. Boshqa turkiy tillarda hammasida yel, ortak so'z. hammasi shamol shu. Demak, jil kuchli bo'ladi. Bizde rüzgar diyorlar. Değiller. Rüzgar. Rüzgar. O da Türk sözü değil. Rüzgar. Ama jil ul kuchlida bo'ladi, ul turli bo'ladi. Bizda bir so'z qo'llaniladi bizda. Umuman olganda jil kuchli jilanda. Ama bo'ron sizda borgan dedingmi? Farqajon. Borgan deb yozdingmi? Bo'ron ul bizda qishin bo'ladi, qishin qorli jil deb aytdik. Kuchli qorli bo'ron deymiz. Burya. Bulat Ruschaga bizdan o'tibdi. Ha, men u bir narsaki jihoz, ya'niki uyda ishlatiladigan jihoz, ko'pincha ayollar ishlatadi, lekin hozirgi kunda pilisos chang yutgi chiqib, uni u qadar ishlatmay qo'ydilar odamlar. Faqat kam ishlatishyapti, lekin bor, ishlatishadi. Anladım. Bu anın bilan tuzanni ishtartalar, shunaymi? Masalan, üstler üstünde tuzan bo'lsa, ana shunun bilan ishtartalar. To'g'ri. Shu. Evet. Bizda dialektdan turib, ana turli shaltilar deb o'ylayman. Ammo dialektda turli bizda ham. Adabiy tilchasini yozaman hozir, lekin dialektimiz qirg'izchadagisi bilan bir xil dialektimizdigisi. Men lekin adabiychasini yozaman hozir. Andijon Qirg'izistonga yaqindir mi kardeş? Biz yaqin. Aha. Men go'zallik deb yozaman, maturi deb yozaman. Ko'rsatamizmi? Men qo'lni deb yozaydim sizga ko'rinsin yaxshi aytib. Bulat, sizda go'zal so'zi bormi? Var, ama men siz anlasın deb go'zal deb aytdim. Bizda motor so'zi qo'llaniladi. Motor so'zi ul bulg'ar so'zi. Shuni sizlar bilmaysiz. Motor deb aytamiz. Motor eshitdim men. Alımlı da diyorlar. Motormi? Süpürge. To'g'ri. Süpürge. Sizkichi? Süpürge. Bizda supurgi.
Süpürge. Ha, Süpürge. demak, biruk so'z, o'xshash. Bizni vodiy shevasida, bizni shevada shipirga. Ayni qirg'izcha kabi. Shipirga. Sibirki bilan Sibiru bizda. Shipirmoq fe'lidan kelgan menimcha. Kimdir aytadi Sipiradi bizda masalan turli dialektlarda Sipiru deb aytadilar. Davom etamiz. Sipiru bulay, qo'lni sipirasin masalan. It's like patting, you know. Amma Sibiru sweeping. Patting. Laskaç Sipiru. Shulayroq. Shundayroq ma'noda. Ha, Bulat, o maturdan başka söz var mı? Matur Krasivoy. go'zal qizlarga qarata qo'nlar, masalan, go'zal qiz, shibar so'zi bor. Şibel? Shibar ulda bulg'ar so'zi deb o'ylang. Shibar matur, qizlar turunda shibar deyiladi. So, gorgeous would be shibar. Beautiful matur. Çıray var mı? Çıraylı. Shiray. Ol bizda biraz to'pos so'z, ya'ni a bit rude if you say shiray. I think nowadays onun shirayi yuz degandan o'ta shiray. Amma biraz rude deb aytar edim. To'pos deb aytar edim. Ha, nima o'zbekchada basharasi bor-ku. Ha, bizda ham shunaqa. Chiroy deb yuzda aytadilar. Yuzni, lekin u aytibdi, qo'pol bu shiroy bizda qo'pol so'z deydi. Qo'pol. Qo'pol kaba demek, kaba. Grubi. Aha. Grubi. Shu o'zbekchada bashara deganda grubi bo'ladi-yu. To'g'ri. Yomon so'z. Mayli, davom etamiz. Mahdi efendi, sizning do'stlar. Bu söz bu bir sıfattir. Sifat. Hop. Yemek yememiş insanlara, yemek yemeyen, yemeğini yememiş insandaki hala değil. Nima? Misal için. Ne? Misal için yemek yemeden dursa, yemek yememiş insan, ondaki hal böyle adlanır. Başını eşitmedim. Yemeğini yememiş. Misal için su içmemiş insana susamak. Aha. Yemek yememiş insana ne değil? İnsan. Bo'ldi. Men rizq oshav degandan oldim. Rizq oshagan kishida Aşamagan. yemak oshamliq degandan oldi bizda. Oshamliq oshagan kishida men anlamadim. Oshamagan kishi. Oshamagan kishi. Anladım. Demak, agarda sen oshamasang, qornida hech zot yo'q bo'lgan kishi. Ishing bo'sh ekan, sen o'sha ichi bo'sh. Ichi bo'sh, ya'ni. Yara, yozdingizmi desiz? U bizda ikki harfdan turadi bu so'z. Bo'ldi. Shunga ko'ra 1 2 3. Aha. Och. Bizde sizda ikki turli och variant bor. Och. Yo'q, bizda bir turli. Mana tagidagisi yo'q. Och. No, och. Qornim och deylar, tomog'im ochdi deb aytadilar. Qornim och. Tatar tili bilan fonetikamiz rosa o'xshash, juda o'xshash, qorin o'xshash. O bilan aytlar. Sizda shunday och bo'ldimi? deb aytamiz. Mahdi efendi. Mahdi, sizda Ozarbayjon tilida och bo'ldimi? Aç. So'rashyapti. Ne? Tomoq so'zi qo'nla. Tomoq, ya'ni bilasizmi tomoq so'zini? Tomog'im ochdi deylar. Tomoq ovqat. Tomoq diye söz var bu ağızda. Qorin bunda, tomoq bunda. Ya'ni tomog'im ochdi, qorinim ochdi, ikkisi de mumkin. Aha. Orta Asya'da tomoq food. Taom anglamida yemek bir zot. İki anlamı var. Bir şu throat birinci manası, ikinci manası food. Qaysi tillar? Orta Özbek, Kazak, Kırgız. Tomoq. Throat.
Yaxshi. Mening so'zim, demak, kelasi so'z. Benim qog'ozim bitdi, yangi qog'oz olishim kerak. Kelasi so'z. Aha, qaysini olayım ekan? Yaxshi, bu eng keng taralgan metallarning birisi. Ko'p yerda qo'llanila. Bu metal ol olmada bor. Olmada ko'p deb aytadilar uni. Vitamin bo'ladi. Topdim. Anladingizmi? Topdim. So'rovlar bormi? Bu kishi ismi bo'lar. Nimasi latincha nomi ferrummi? Ferrum. Yo'ramay so'rarga. Bu sinonim, bu bitinda. Sen bilding degan so'z. Benim so'zlar. Yo, men ximikman-da, shunga aytaman. Ortak jingle so'zlar saylaganman. Anladım. İnsanlarda da böyle bir ad işlenilir. Hatta bu maddenin adı insanlar. Tamam. Adı olarak işletilir. Evet, doğru. Tayin. Tayinmi? Tayin. Narsa ol tayin? Tayin ne demek? Hazır mı dedi? Hazır. Tayyormi demoqchiman. Bir ikki ish ketdik. Bizda temir bo'lar. Demir. Temir. Tatarchada i'ga deyishib. Ama o'g'iz tillarida d aytiladi. To'g'rimi? Shundaymi? Demir. Türkmençe demir. Demir. Bize daha yakındı. Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan'da demir. Yani Tıvalarda da d aytiladi. Tıva Türklerinde de demir. Bizimki gibi. Tıva Türklerinde mi? Onlarda da D ile başlanır. T ile değil. Tıva dıl diyorlar ya. Tıva dıl. Dıl. İyi. Dıl. Tıva kişisini çağırsak bunda biz onu bütünlüğü anlamasaydık mı kalsa? O başka tilde söyleyişken gibi. Onlardan Mongol dilinden girmiş sözler çoktur. Mongol dilinden. Bizde olsa farklı. Altay olsa Hasan olur. Altay daha yakın. Altaycha osonroq biroz. Ondan keyin u nima bo'lsa Tıva, Hakas, Çulum. Saha, Şor qiyin. O Sahanı hiç ben bir iki söz anlayarım belki. Saha değil. Çuvaş o iyi qiyin. Tamam başka bir. Çuvaş yine Bulat anlayışı. Bulat sen anlaysın mı? Çuvaşni. Men bari tek öyrenganga ko'ragina. Agarda men öyrənmagan bo'lsam, ana olmas edim. Bizda bir so'zlar bor, bizda o'xshash so'zlar. Masalan, motor, alarda da bor motor, shibar. Tabii Bulgar so'zlari, chunki alarda bitinde Bulgar chiqishli til, Chuvash. Bulgar tilining shunday. Bizda öküz, ularda ökür mü? Z, R, Ş. İyi. Lışı. Otash aka. Hop. Ayt. Otash aka. Matur so'zi aslida o'zbekchada ham bor. Misol botanikada shunday tur bor, sort bor, nima desam ekan? O'simlik navi bor, matur piyozi degan bir o'simlik nomi bor. Piyoz turkumiga kiradi. Turi matur piyozi. Piyoz yoshlar oilasiga mansub, piyoz turkumiga mansub. Matur piyozi degan ne deyman? Piyoz soğan. Matur piyozi degan bir o'simlik turi bor. O tür biraz iri olan soğanlara O ishroqligini. Matur piyozi. Ya'ni ki u nega matur piyozi deb nom berilgan, ot berilgan? U guli bor, chechagi bor, guli chiroyli bo'ladi, go'zal bo'ladi. Shuning uchun matur piyozi manzarali o'simlik. Shuning uchun balki tatarchadan kelgandir. Balki tatarcha Tataristonda o'sar balki. Bilmiyorum.
Tatar olimlari topgandir balki. Tatar olimlari, botaniklar topgan bo'lishi mumkin, chunki O'zbekistonda tatarlar juda aktiv. Atini ismini nima deding? Matur piyoz? Matur piyoz. Sizda so'g'on demaymi hech kim? Bizda so'g'on der. Bilmadim, Xorazmda O'zbekistonda Xorazmda ham piyoz yo'q. So'g'on yo'q, bilmadim so'g'on. Izohli lug'atdan qarab aytib beraman. Agar bo'lishi mumkin, balki bordir. Piyoz, matur piyoz. Xudo biladi. Şeye sarımsağa ne diyorlar? Sarımsak, açık piyaz. Ha, sarımsak, chestnut, sarımsak. Açık piyaz, acı piyaz. Ha, sarımsak piyoz. Öyle Acı piyoz demek Azerbaycan tilinde Piyaz garlic bulanma. Piyaz onion in Persian. Aha. Ama acı piyoz nerse buldu indi demek. sarımsak. Sarımsak buldu mu? Yaxşı. Sarımsak. Bizda da sarımsak. Lekin dialektda samsak deb aytadilar. Samsak Uyg'urchada da ham shunday samsak deydilar. Biz dialektda ham eskilar, qari momaylar, boboylar samsak deb aytadi. Lekin adabiyot tilida sarımsak. Lekin ko'p emas. Lekin tatar olimlari ko'p bizda. Aktiv juda tatarlar. Tatar g'olimlari dedingmi? Olim. Ha, ya'niki nima olim, nima bo'ladi? G'olim, scientist. Professorlar shunaqa. Tatarchada arabchadagi ayn harfini oldidan g'i keladi. Durust. Shoy. G'i deymiz. Amma G'oyla deb aytadilar. G'oyla deymiz. G'oyla. Ilm Amma Mishar aksentida, dialektida ular aila deb yashashadi. Masalan, qo'y bir dialektlarda aila, alim anda. Bu hozir Furqatjonning shirati. Shirat senda. Sizda shirat so'zi bormi? Shirat ol sira demak turk tilida. Sira senda dedim. Bizda gezek. Bura gezek. Navbat bor. Gal bor. Gal degan misol. Bizda Gal degan so'z bor. Birinchi gal. Kez degan so'z bor. Birinchi kez, ilk kez. Lekin hamma navbat deydi. Navbat bizda bor. Endi bormi bor, hisobmi hisob. Mayli, boshla. Xo'p, u endi hozir men aytmoqchi bo'lgan narsam aytib qo'yasizlar-da. Har yerda bo'ladi. Insonlar, ayollar ham, erkaklar ham kim bo'lishidan qat'iy nazar o'sha narsaga qarab, misol o'ziga oro beradi. Misol sochini tarashi mumkin. Sochini taraydi, turmak qilishi mumkin. Qarab ko'z, qoshlarini bo'yashi mumkin, labini bo'yashi mumkin. O'sha narsaga qarab. U narsaga qaramasdan qila olmaydi. Misol. Ko'pincha ayollar yonida ham olib yurishadi. Kichkinasini, kichigini. Ha, kichigini. Elde taşımak için. Kichkina da zo'rda bo'lar, shuymi? Ha, kichkinasi ham bor, kattasi ham bor, katta. Katta bizda it means cool, like Katta. So I look cool. I can say min katta. So like min katta ko'rinaman. Aha. So like havalı Türkçe. Havalı. Katta büyük degani. Tayyormisiz do'stlar? Aytasiz. Bir kuch. Aha. Ko'zgu. Menimcha shu so'z ko'zdan kelgan. Ko'z bilan qarab. Görünmek sözünden de gelmiş olabilir. Görüngü, yani görün. Anları bugün bildim. Ko'z bilan ko'r, ular paronimlar ekan. Ha, Doğrudur. Ko'ruv demak ko'z so'zidan chiqqan deb aytib bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Yok, görmek sözünden var.
Aha. Ko'r so'zi so'qir, ya'niki ko'zi ojiz, ko'zi yo'q inson, ko'z nuri yo'q inson, ko'r bizda. Lekin biron narsani ko'r deb ham aytadilar. Buni ko'rgin sen. Yo'q. Qara, boq degan Ko'zi ma'noda. ko'rmagan ko'r forscha u. So'qirdir balki So'qir, o'zbekcha, turkchasi. So'qir. So'qir turkiy. So'qir degan so'z bormi? So'qir bor bizda. So'qir. Kör yani. Qulog'i eshitmaganda nima deb aytadilar sizlarda? Kar. Sho'qroq. Bizda Kar. sho'qroq degan. Kar. Kör. Fars dilinin söz. Sizda nima bo'ladi? Sho'qroq. Sizda yo'qmi deysiz? Qulog'i eshitmagan kishi sho'qroq bo'ladi. Yo'q. Bizda ker forscha. Kör. Kar. Yara. Mahdi? Qulog'i so'qir deb aytsa ham bo'ladi menimcha. Ekan. O'zi Yo bo'lmasa Turkiyada sag'ir, ker, sag'ir. Tamam. Mahdi tag'in bir so'z aytsan, alov aytmadi bit. Aytmadi. Ya mende var. Növbəti söz, bu da bir sifətdir. Tərif eləyim. Çox yemək yeyib, çəkisi, salmağı artan insana söylənir. Onu adlandırmaq üçün. Çox həddindən artıq yemək yeyən insan. Ondan sonra çəkisi artır. Çəki, yani salmağı. Obez kimi görsənə. bizda buni nimasi sinonim rosa ko'pda. Bunun 2 dənə sinonim sözlər bunlar bizdə. Bu Hozir asbab bo'ldimi? Bittasini yozaman, qolganini aytaman o'zim. Bizdə 2 dənədir qarşılıq. Men anlamadım yamadan. Posterlerini anlamayım Rafiq. Azərbaycan dilini yaxşı anlamasaz, əslində Azərbaycan dili Tatar dilinə yaxındır. Doğru, yaxın. Bu dediyim sözün içində də ə səsi var. Bu dediyim söz həddindən artıq yemək yeyən insan, çox yemək yeyən, görünüşü dolu olan, dolu. Bu kışın demek. Bulat qarang. Artıq çəkilir. Ay anladım. Anladım. Şimdi Bu kızlar avazı. Bu kişinin moya ko'p demek. Yog'i ko'p, moyi ko'p. Moya ko'p. Yara anladım. Bizda bir necha so'z bor. Qaysisini yozayım ekan? Bittasini yozing. Dialektdan turang u. Menda boshqalarni aytaman. Birisini yozdim, qolganlarini endi aytaman. Qaysisi Turkiyadir? Ko'proq. Məncə bu söz bütün türk dillərində işlədilir. Doğru. Hamıya tanış gələr. Haydi min hazır. Gittik mi? 1, 2, 3. Semiz. 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 Hem kök. Kök və kök. Kök. Toza deb aytadimi? Toza deb ham aytadim. Toza ikki ma'noda qo'llaniladi. Toza like fat or healthy as well. So it can mean two things. Semiz Semiz, aha. Fat. It can be a bit rude as well if you say semiz. Sin semiz. If you say it to someone, sin semiz, you're fat. That's kind of rude, isn't it? Ruschasini aytsangiz ham bo'laverardi, mayli endi. Keyin tatarchada mechkay degan so'z bormi? Mechkay? Bu yo'q, mechkay? Yo'q, bor sizda bor. O'qigandim bir. Mechkay. Yo'q. Yo'qdan ayt. Mechkay. Yo'q. Bor, men Facebookda o'qigandim. Mechkay so'zi xullas tatar mifologiyasida mechkay degan bir dahshatli, qo'rqinchli
hayvonni mechkay deb aytgan. U tunda kelib yosh bolalarni yegan. Shuning uchun mechkay deb aytadilar. Ko'p ovqat yeydiganda hozirgi ma'nosiga o'tgan, mechkay ma'nosiga. Rosa nafsi o'ch, nafsi yomon bo'lsa, mechkay deb aytadi. Hamma narsani yeb ketaveradi, ko'zi to'ymaydi. Qorni to'ysa ham ko'zi to'ymaydigan insonni mechkay deb aytadi. Lekin eskida Tatar mifologiyasida, bu turkiy mifologiyada mechkay degan bir nima desam ekan, hayvon, mif bo'lgan. Mechkak. Eshitganim yo'q, ammo bardir balki. Qidirib ko'rasiz. Mishkay. Mishkay. Mechkak. Mechkak? Mechkaymi, qaysi biri to'g'ri bilmayman, lekin o'qigandim. O'zbekcha ona qarshiliq bormi? Furqatjon. Qozoqchada da bor. Mechkak degan so'z. Nafisli kishi deymiz, nafisli kishi. Ammo mishkayni eshitganim yo'q. O'zbekchasini de. Semiz. Divdimi o'zbekchasi? Div. Nima? Div. Şey diyor, mechkakni o'zbekchasi nima deydi? Ha, mechkay o'zbekchasi shu-da. Bizda div diye bir şey var o. Devmi? Dev u boshqa, yo'q. U dev, jin boshqa narsa. Men aytmoqchi bo'lgan narsa turk mifologiyasida bor. Turkiy xalqlar mifologiyasida bor degan. Topdim men. Asotir, afsona. Men topdim internetda bir kishi yozgan. Mishkay yovuz o'rmon egasi. Ana, to'g'ri aytibman. Ularni qo'y o'rmonga olib kirib, to'g'ri. U eskidan bu tatar faollari bu ko'p narsani o'rgatgan bizga. O'rta Osiyo olimlari bilan integratsiya va aloqalar yaxshi bo'lgan. Dars bergan kelib maktablarimizda. Tatarlarmi? Tatar. Yaqinda bir jadidimiz haqida film ishladilar. Ruslar tatar jadidlardan juda qo'rqishgan. Chunki bu O'rta Osiyodan oldin kirib kelgan. Ular ko'proq birinchi bo'lib kirib kelgan. Ularga yangi narsalar birinchi bo'lib kirib kelgan. Ular kelib bizga o'rgatgan. O'rta Osiyodagi tug'anlariga, qardoshlariga. Tatarlarmi? Tatarlar juda aktiv bo'lgan eskida. Hozir ham yaxshi. Misol agar Tatariston bog'imsiz mustaqil bo'lib ketadigan bo'lsa, juda do'ppim osmonga otib osh qilib berardim. To'g'ri. Hamisha qo'llayman sizlar. Allah razı olsun lan. Bulat anlam. Birinchi o'rinda Uyg'urlarni yaxshi ko'rsam, ikkinchi o'rinda qozonlarni yaxshi ko'rsam, uchinchi o'rinda tatarlarni yaxshi ko'raman. Kim aytdi? Furqajonmi? Eshitmadim, yaxshi. Rahmat. Ben sizni hamisha qo'llayman. Qo'playman dedim u, qo'playman. Qo'llayman. Support. Destek oluram. Support tatarcha ne? Qo'playim. Qo'plamak, qo'plarga. Qo'playim deymiz. Yo, o'zbekcha qo'llayman degani turkmanchaga o'xshaykan, qo'llamoq. Qo'ru. Destek bo'laman. Türkçede de kollamak diyorlar. Değiller. Bizde xurlav ol kelisincha. Yo'q, ximiz. Qo'llamoq. Qo'l so'zidan anladim. Qo'l. Kul. Bizdeki kol Tatarçada kul oluyor ya. Bulgar dillerde öyle. Doğru. Sizni vaqtingiz ozmi deyman. Bu gruppamizga kirib yozmaysiz hech. Agar kirib yozganingizda kirib yozib biz bilan bir so'ylashib turganingizda juda yaxshi bo'lardi. Me'shab ketdim. Chunki men endi o'qib ulgurmadim. Anda ko'p yozdilar. O'qib ulgurmagan. Anson ko'rmadim, bilmayman. Men WhatsAppda bor edim. Bizda tatar yok gruppada. Tatar bir Tatar kerak. Yaxshi, aytasiz, meni kiritiz. Qaysisini? Telegramgami? Telegramga. WhatsApp'ni o'chirdik, yaptık. Ammo chatga kiritiz meni. Men qararman. Suhbatlarga qo'shilib turing. Tatar tilini juda yaxshi ko'ramiz. O'ta zo'r. Ajoyib
Çok. Bek. Bek diyorlar. Tatar sözlerin bek narsa anlab o'tirmadim. Tatar tili Bek yaxshi. yaxshi dedi. Zo'r degan ham katta ular. Tatar tili. Ha, Yaxshi ko'raman. yaxshi. Qara. Bik yaratam. Tatar tilim bik yaratam. Tatar life hack. Bak. Big juda degani. Katta ularda zo'r bo'ladi. Zo'r o'zbekchada very nice zo'r. Tatarchada zo'r big. Shuni aralashtirma. Aha. Tamam. Bir de o big dedikleri söz Türkiye'de var abi. Pek diyor. Türkler pek. Uyg'urchada da var. Türkmence'de bek. Uyg'urchada da var. Özbekçedeki Uyg'urchada isimler var. da. Özbekçedeki isimler bek. Aybek, Ali Bek, bilmem Bek. Şu an şundan kelgan şu. Oradan. Uyg'urchada bek degani çok degan anlamda. Bek. Bizde Türkmence'de berk, strong degan yani güç, katlı. Berk. Öyle Azerbaycan dilinde de Berk. Videonun sonuna geldik kardeşler, hemen sağ olun. Kovu Ova'dan güzel video oldu. Bulat, Mehdi, Furkatcan hemen sağ olun. Eğer aytacak diyecek sözlerimiz var olsa aydın. Sizin bilan oralashuv bek qiziq bo'ldi. Rahmat. Sog' bo'lib turibsiz. Tag'in ko'rishamiz. Sağ ol, sen de sağ ol. Furkatcan. Yine de birbirimizden Telegram sayesinde sözleşerik. Bulat'la, Furkatcan'la gruplarımıza. Vay, hozir boshqa narsada tugatayotgandek. Xullas, shu bir so'z bilan tamomlaylik so'zimni. Chirpinirdi qora dengiz boqib turkun bayrog'ini. Oh o'lmasdan bir ko'rsaydim, tusha bilsam tuprog'ini. Tamam. Sağ bo'ling do'stlar. Sen de sağ ol. Mehdi sen aytmadın işte. Diyeceğim söz Bulat'la Telegram'da sözleşerik, söhbetleşerik çok. Müştaqmiz. Yaxshi onda. Aytasizmi yo'qmi? Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olasın. Sağ bo'ling do'stlar.